olmay turing. Bittaga olsinlar. Ko'rindimi? Qochot. Ha, ovonmi? O'zi pastga tushyapti-da bu yamali. Ko'taring. Bismillah. Yaxshi. O qarasa o'ynab yotibdi Zakidushka. O'chib qoldi. Yaxshi shans qilmadi, ekran o'chdi. Atak zapis qilyapti. Zakidushkaga chiqdi yana. Zakidushka ishlayapti. Narsalarni joylash harakati. Bu mashinaga sig'madi. Bunda ketadigan bo'ldik. Assalomu alaykum. Yo'q, uxlayapti, kecha noshdan chiqib o'tdi. Salom. Balig'i tutish ham oson emas, do'stlar. Mana shunaqa joylarda. Ha, Sidiq aka, nima deysiz? Ha. Sidiq akam ruldalar. Mana. Yetammiz xolis. Shakali zorlarda mana kirib ketilyapti. Bay. Voy. Shivlarjon. Nima bo'ldi? Narsa yo'l bor ekan. Chapga yuramiz, aka. Chapga. Kelib oldik, xudo xolisa. Joylashish harakatida oldingi kelgan joyimiz bo'sh ekan, xudo xolisa. Bo'ldi, o'taman. Chaproq olavering. Mamidda ozgina yama bor, sekin tushib olasiz shu yerdan. Kelavering. Sekin tormoz bilan. Ha. Mana Mamidga azizga turgan joyga bundoq qo'ysiz. Yoqqa, orqa bilan bu yoqqa berasiz.
Mana buni qarang, aylanishini qarang, suvi. Ko'rsin shundoq. Turursinmi? Zonti tortishga просто noqulay-da hozir. Suv olamiz uni. Vau, mana manzara. O'chirmay turing, dalni yoqib bering bitta. Dalnimi o'zi? Dalni. Ana, oldingi kelgan joyimiz. Ob-havo shu zo'r bo'lyapti, chaqmoqlar chaqib. Aka, mana kanalsizlikmi? Men tushunmayman bunga. Yomg'irda qolib ketdik. Jala quyib. Mana chaqmoq bilan bemol. Ko'ngil turib kelishga tashilgan. Oyi ketishini qaraysiz. Boy joyida aka bulut Ko'ryaptimi? Ker. Ha, nomiga. Darbiramda. Yomg'ir tindi, alhamdulillah. Qarmoqlarni tashab oldik. Orada yana yog'ib o'tdi. Shunaqa qilib hamma sharoit. Nima deysiz boshqa aka kameraga, nima deysiz? Kun ochilyapti bu yerda, mana oy chiqib, bulutlar tarqab. Hozir ko'rinadi oy. Ana. Xo'p, havo ochilib ketdi. Mana bulutlar ketyapti bu tarafga qarab. Alhamdulillah, mana ochilib ketdi. Kechasi yaxshigina jala quydi. Imkon qadar qarmoqlarni otgancha otdik, qolganini mana endi yasab ochishyapti. Yaxshi, ham ko'ramiz aka. Shu oldin safar kelgan joyimiz. Bu yerdan suv kirib keladi. Yovoyi qazan joyi. Aylanadi. Suv. Chuqurlik bor. Qatsaklarning tangi olmuş qilib. Ne kılıvattılar? Korkuttular mı korktular? Öyle korkular mı? Böyle oradan kılıvalar. Doğru oturuyoruz. Anda turamasmidi? Anda turamasmidi? Biz boqqanimizga 2 ot shekilli. Jonli efirga bitta urib bermadi-da.
O'nroq oting, o'nroq. Yaxshi tushdi. Xos. Yaningda bo'ladi Xudo xohlasa. Yer. Nima bor? Og'zini yirtib yuborasiz-ku unaqada. Patsak kerakmi? Yo'q. Yo'qmi? Chuvalchingiz yeyapti-da. Ye bor ekan. Voblami? Vobla. Nima qilamiz? Bilmadim, dodasini chaqirib yuborsa endi sazanlarni. Ye anaqaga tushib qolibdi tartibga. Ha. Ko'rdingmi? Ha. Pochan. Pochan emas. Anaqa krevetnitsaga ham ilinda bitta. Qapab ko'rib qarashi. Ha. Kichkinada og'ziga sig'gan. Mana bu. 14 li anisiz bormi? Ha? Ha? 14 li anis. Albatta. Mana qara bir nimalar bo'lib ketdi lekin. Nimalar? Anaqalar chiqib ketdi. X qo'yganmi? Hop, Ketyapti zap. 14 li anisiz bormi? bilmayman, shu idish qara, ana plazma idishlar. Uryaptimi, uryaptimi? Naryodagi emasmi? Ha? Qani o'zi? Keling, joyga olib keling. To'xtang, olmay turing. Hali videoga olsinlar. Ha, men ovonman bolajon, ovonman. Voy. Ko'rindimi? Qochot. Voy. Ha, ovonman. Pastga tushyapti-da bu yamali. Ko'taring. Bismillah. O qarasa o'ynab yotibdi zakidishga. Urdi. Yastayib ketdi. O'zingni bor bo'lishi, o'zingni. Nima endi? Odam xursand bo'ladi-da. Mana. Standart kasak kelibdi. Kasak keldi. Voh, zo'r yilibdi. Chiqib ketdimi? Yo'q. Sekin yana mana shu yerdan o'qilaman tap etib. Tushib ketib qolgan shezot baliq mayli. Ko'rsangiz biz. Ye, o'chib qoldi. Yaxshi narsa qilmadi, ekran o'chdi. Atak zapis qilyapti. Zakidishkaga chiqdi yana. Zakidishka ishlayapti. Ko'paysa qo'yish kerak zakidishka. Sizga shunaqa. Xudo xolasa bu ikkinchi sazan. Xo'p, yana jo'xori qaynatyapmiz. Kechaga qaynatganimiz tugadi. Shunaqa joylar qilib oldik, naveslar qilib. Yaxshi, bugun havo zakaznoy bo'lyapti. Quyosh yo'q. Salqin. Cho'milib. O'zdekkina bo'lib baliq pishamiz. Xo'p, baliqlarimiz 3 ta bo'ldi. Baliqimiz 3 ta bo'ldi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi hammaga. Tuzumizlar, charchaymizlarmi? Xo'p, o'sha kuni keyin baliq oviga bordik, qaytdik. Video oxirigacha bo'lmay qoldi. Sababi ikkita sabablarga ko'ra kech payt qaytadigan bo'lib qoldik. O'shaning uchun video qisqaroq bo'lib qolgan. Xudo xolasa keyingi videolarda yaxshiroq olishga harakat qilamiz. Erta qanaqa montajda ishlatyapmiz, nima xo'riligiga ushlayapmiz, hammasini tushuntirib, ko'rsatib berishga harakat qilamiz, qiziqroq bo'lishi uchun. Hozir endi videoni montaj qilib o'tiribmiz. Xudo xolasa tayyor bo'lishi bilan qo'yib yuboramiz.